Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Hammalarni ayyominlar bilan tabriklaymiz. Xo'p, bugungi kunga 2026-yil hafta kuniga payshanba Asaka O'zbekiston mol bozoridan qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bo'g'oz ena bola sigirlar narxini ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi shved bunajinimiz akalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha oylik bo'g'oz bu? Aka do'g'an necha oylik bu? 4 oylik. 4 oylik bo'g'oz. Hali kure chiqarmagan aka. Bo'ylari baland, o'ta chiroyli. Bang'illat mana. Bittadan like bosib ko'rasizlar akalar. Qilichbek Chorva kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ena bola. Bolasi yangi tuqqan. Bolasi unajimmi? O'g'oz shekilli. Unajin ekan. O'ta bo'ydor, baland mol ekan mana. Chiroyli. Assalomu alaykum. Mol sizdanmi? Videoga olsa bo'ladimi? Yaxshimisiz? Bu ma'lumotlarni bir berib qo'ysangiz, tog'a. Ya, unaqa qizim. Bolasi unajin-a? Nechta suti bor? 6 litr bor. 6 litr sutga. Bolasi unajin. 3-chi bolasi ekan. Nomerlaringizni aytib ko'rasizmi? Yo'q, Shartmasmi? Bo'ldi bu. Teglik. Mana akalar. Oldinglarmi? $20 millionga savdo bo'lyapti ekan. 20 millionga. Assalomu alaykum. Aka videoga olsa bo'ladimi? Yaxshimisiz? Bo'g'oz silliklari qanaqa? 7 oydan o'tgan bo'g'oz. 7 oydan o'tgan bo'g'oz. Bu yosh qanaqa? 3-chisiga bo'g'oz, ikkita tuqqan, 3-chisiga bo'g'oz ekan. Pulichi aka? 28 kami bor. 28 million so'm kami bor. 7 oydan o'tgan bo'g'oz, ikkita tuqqan, qonidagi 3-chisi. Yelinlari ham mana, stakan tuyoq ekan akalar mana. O'ta chiroyli mol ekan. O'tayam zo'r. Bunajinlarimiz savdo bo'lyapti mana aka. Assalomu alaykum. Aka necha pul savdo bo'lyapti ekan? 12.2. Bunajinimiz. Qisir aka? Qisirga 12 million 200 ming so'mga savdo bo'lyapti ekan mana. Yordam deyapman-ku. 8 oylik bo'g'oz ekan, 15 million 300 ming so'mga savdo bo'lyapti ekan akalar. 15 million 300 ming so'm. Muhammadali. Birinchi Umar, Unajin aka. Bu mollarimiz savdo bo'lyapti ekan bittasi mana. Tishlari bosgan shekilli buni. Boshqa taraf. Necha pul savdo bo'lyapti-ku? Molani ham oling, 13 million 700 ming bo'lyapti moshisiga. Masha? Ha, bo'g'oz 7 oylik yo 8 oylik. 7 oylik, 8 oylik bo'g'oz 13 million 700 bo'ldi. Akalar savdo qilyapti. Mana akalar, ola paroda Toshkent zebolari mana. O'ta chiroyli ekan mana. Yelinlari ham zo'r. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomlar. Qalaysiz? Yaxshimi? Qisira bu. 5 kunlik gumoni bor qo'yilganiga, ya'ni Alloh biladi endi. 3-bola shekliga qanday? 7 ta 8 ta. 7 ta 8 ta suti bor. Buni
19 milyon 20 milyon kami bor deyapmiz. 16 yarim bermayapmiz. 16 yarimga bermabdikan. 19 20 kami bor deyapti akalar mana. 7 yoshlari ham yaxshi. Nomerlaringizni aytib ko'rasizmi? Ha, 94lik. 94lik 107 66 20. 66 20. Ena bola suvda bo'lyapti akalar mana. Bolasi unanjan, enasi qistirga. 7-8 ta suti bor ekan. 26 million 800 ming so'mga savdo bo'lyapti ekan. Bolasi unanjan, shved. O'ta chiroyligi mana akalar. Akamiz o'zi shod turibdi. Savdo bo'lyapti-ku. 16,5 million so'm. Savdo bo'lyapti mana akalar. Qora malikamiz mana kelinlar sirga. Ma aytdim, bitta mol xolos. 16,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Munajinimiz yangi tuqqan akalar mana. Birinchi tug'ma ola. Bo'ylari 1.15 atrofida 3-4 litr sutga bolasi munajin ekan. Necha pul savdo bo'lyapti-ku? Necha pul savdo bo'lyapti aka? Addenni bo'zagini savdo qilishyapti, hozir hisobi chiqmayapti akani. Bermayapti.